Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun 70 yoshli bemorımizda qorin olti yor oq chizig'i gigant churrasi tashxisi bilan operatsiyamizni boshlayapmiz. Bemorda qo'shimcha chap buyragida solitar 8 santimetrlik kistasi bor. Birdaniga ham olib ketamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Natijalardan bo'lishib boramiz. Safar Parjibay, yoshim 70'daman. Şu 30-35 yıldan beri şu Grijan bor edi, Grijanni oldirmasdan qo'rqib yurdim. Oxiri majbur bo'ldim. Kimlarning tavsiyasi bilan mana shu Fervest klinikasiga keldim shu. Shu yerga kelib mana Grijanni oldirdim. Buyrakda kista bor ekan. Buni oldirdik ikkalasini birdan qilishdi. Rahmat barcha xodimlarga. Mana hozir soppa-sog'lom xodimlarim ham joyida. Xodimlarga ham rahmat, doktor vrachga hammasiga rahmat. Hozir soppa-sog'lom tuzalib chiqib ketyapti. Hammasi joyida, zo'r. Tavsiya beraman mana shu klinikaga kelib davolanib, o'zlaringizni ko'rsatib, tekshirib, davolanib ketishlaringizni tavsiya qilaman o'sha klinikaga. Rahmat.